Agrobiznesni qishloq hududlarida rivojlantirish. Birinchi film. Nimadan boshlash kerak? Rivojlangan qishloq xo'jaligi aholisi zich mamlakatimiz uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning asosiy omili. Shuningdek, yangi va qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish orqali jahon bozoriga chiqish uchun ulkan imkoniyat yaratadi. Mamlakatimizning umumiy yer maydoni qariyb 45 million gektarni tashkil etadi. Lekin shundan atiga 4 million gektara, ya'ni jami maydonlarning bor yo'g'i 10% sug'oriladigan yerlar bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish sharoitlari bor. Shuning uchun sug'oriladigan har bir gektardan unumli foydalanish juda muhim. Keling, ba'zi raqamlarni biznes, yana ham to'g'rirog'i, kichik va o'rta agrobiznes nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. O'zbekistonda 5000 ta qishloq mahallalari, yana shahar va tuman markazlarida 2000 ta mahalla bor. Ushbu mahallalardagi xonadonlarning har biri o'z tomorqasiga ega. Ulardan mevali daraxtlar, uzum, sabzavot, rezavor, polis mahsulotlari va ko'katlar ekish, parranda, quyon, chorva boqish uchun foydalanish mumkin. Bir tasavvur qiling, bu xonadonlarning barchasi o'z yeridan haqiqiy biznesmenlardek, ya'ni maksimal darajada unumli foydalansa. Ana unda biz qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan shunday katta osh uyushtirardikki, butun dunyoga to'yu tomosha bo'lardi. Guinness Shminneslar rekordini-ku aniq yangilardik. Lekin hozir gap rekordlar borasida emas, balki aynan siz tomorqangizda boy berayotgan imkoniyatlar haqida. Ayniqsa hozir tomorqangizda 3-4 ariq mavsumiy sabzavotdan boshqa hech vaqob bo'lmasa, kichik tomorqa egalarining qishloq xo'jaligi va agrobiznesni rivojlantirishdagi salohiyatini bo'rttirishga hojat yo'q. Raqamlarga qarab xulosa qilaverasiz. O'zbekistonda fermer xo'jaliklarida jami qishloq xo'jaligi yerlarining 85% dan ortig'i bor. Ammo ularning mamlakatimizdagi yetishtirilayotgan meva sabzavotlar hajmidagi ulushi 30% dan oshmaydi. Ixtiyorida bor yo'g'i 11% dan ortiq yer bo'lgan kichik dehqon xo'jaliklari esa umumiy meva sabzavotlarning 70% dan ortig'ini dasturxonimizga tuhfa etadi. Mana shu 70% mahsulotni asosan o'z oilasi uchun ekin ekadigan oddiy mehnatkash dehqonlar yetishtiradi. Ular dehqonchilik sirlarini yaxshi bilishadi. Lekin afsuski shunchaki hosil emas, balki yerning har bir qarichidan daromad olib, biznesni yo'lga qo'yish sirlarini bilmaydilar. Mana asosiy mavzuga ham yetib keldik. Agrobiznes va uni qanday boshlash kerak? Qahramonlarimiz bilan tanishing. Agrobek, Mahsulotxon va Hududboy. Ularning har birida kichik yer uchastkasi bor. Ularning har biri o'z biznesini rivojlantirishni istaydi. Xo'sh, nimadan boshlash kerak? Birinchi qadam, dastlabki ma'lumotlarni o'rganish. Chunki aynan siz nima bilan shug'ullanganingiz ma'qulligi shunga bog'liq. Ularni qanday to'plash va foydalanish kerak? Biznes tahlil, SWOT tahlil kabi murakkab atamalar bilan qo'rqitmaylik. Shunchaki 8 ta savolga javob berishni taklif qilamiz. Birinchi savol: kim? Biznesda kim ishtirok etadi? Bir o'zingizmi yoki siz bilan xarajatlar, tavakkalchiliklar va foydani baham ko'radigan hamkoringiz bormi? Balki oilaviy ish boshlab qarindosh urug'laringizni jalb etishni rejalashtirayotgandirsiz. Yoki boshqa tadbirkorlar bilan kooperatsiyaga umid qilyapsizmi? Ikkinchi savol: qancha? Biznesni boshlash uchun qancha resursingiz bor? Masalan, yer uchastkasi, xususiy yoki ijaraga olingan. Balki yana binolar, texnika, asbob-uskunalaringiz bordir. Dastlabki sarmoya tikish va tavakkalchilik uchun mablag'ingiz bormi? Bu o'z mablag'ingizmi yoki qarzga olinganmi? Uchinchi savol: qayerda? Ishlab chiqarish bilan qayerda shug'ullanasiz? Biznesingiz joylashadigan joyni ham, hududni ham tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. O'z yer uchastkangizdan boshlang. Uning salohiyatini o'rganing, u nima uchun ko'proq mos keladi? Bog', issiqxona, uy parrandalari yoki chorva mollarini ko'paytirish uchundir balki. Kelajakdagi muammolarning oldini olish uchun elektr, gaz, suv ta'minoti va boshqa omillarni darhol hisobga olish muhim. Keyin katta doira bo'ylab o'z hududingiz yoki hatto butun viloyat miqyosida o'rganishga o'ting. Mahalliy tadbirkorlar asosan nima bilan shug'ullanishini, ularning ishi qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini, mahsulotlarga talab bormi, ularning tovarlari sotiladigan bozor qayerda,
Tumanimizdagi mahallalar bir mahalla bir mahsulot davlat dasturi bo'yicha ekinlarga ixtisoslashgan. Shu bois qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar ko'p, lekin boshqa hududlarga yetkazib berish rivojlanmagan. Ularning mahsulotlarini yig'ib, qo'shni tuman va viloyatlarga yetkazib berish bilan shug'ullansammikan? Omborxonam bor, mashinam ham. 4-savol. Kimga? Sizning xizmatingiz yoki mahsulotingiz kimga kerak? Mahsulotingiz yoki xizmatingiz istisnosiz hammaga kerakdek tuyulsa ham, potensial mijozlarni kimda ko'rayotganingizni o'ylab ko'ring. Mijoz sifatida faqat odamlarni emas, tashkilotlarni ham ko'rib chiqish mumkin. Biznesning muhim qoidasi: o'z xaridoringizni biling. Mening eng mazali tomat pastamdan tayyorlangan qaylali xonimni sizning butun oilangiz yaxshi ko'rgan taqdirda ham tomat pastasi ishlab chiqaruvchi sifatida meni eng avvalo oilangizning do'kondan mahsulotni sotib oladigan a'zosi qiziqtiradi. Birinchi navbatda uni qulay va jozibali qadoq, yoqimli narx va albatta sifat va ta'm bilan qiziqtira olishim zarur. 5-savol. Qayerga? Sotuvni yaxshilash uchun mahsulotingizni qayerga jo'natasiz? Endi mahsulotni sotish bozorining taxminiy geografiyasini belgilash zarur. Siz uni qanchalik uzoqqa jo'nata olasiz? Masalan, faqat o'z tumaningizga yoki qo'shni tumanlarga, balki boshqa viloyatlarga. Tashishni hisobga olgan holda mahsulotingiz qancha saqlanishini bilish muhim. O'sha o'lkalarda shunga o'xshash mahsulotlar ishlab chiqaruvchilari bo'lsa, ehtimol bunday sa'y-harakatlarning keragi ham yo'qdir. Mana shundan navbatdagi 6-savol kelib chiqadi. Mening boshqalardan afzalligim nimada? Biznesda bu raqobatbardosh ustunliklar deb ataladi. Mahsulotingiz noyob yoki masalan qandaydir zamonaviy texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilgan yo bo'lmasa qadoqlangan bo'lishi mumkin. Balki organik, ya'ni tabiiy, foydali minerallar va qo'shimchalar bilan boyitilgandir. Shunchaki jarayonlarni optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish orqali nisbatan manfaatli narxga erishgan bo'lishingiz ham mumkin. 7-savol. Qachon? Bu savolga javob biznesingiz doimiy ishlab, foyda keltiradimi yoki mavsumiylik va boshqa vaqtinchalik sharoitlarga bog'liqmi? Shuni tushunib olishga yordam beradi. Masalan, ochiq yerlarda hosil olinganida siz mavsumga va ob-havoga bog'liq bo'lasiz. Issiqxonalarda esa o'simliklarni yil davomida yetishtirsa bo'ladi. Hosilni yig'ish mavsumigina emas, balki muayyan mahsulotni sotish, qachon foydaliroq bo'lishi ham muhim masalalardan biri. 8-savol. Qanday miqyosda? Avvalgi 7 savol javobga asoslanib, sizning imkoniyatlaringiz doirasida va bozor ehtiyojlari nuqtai nazaridan kelib chiqib, biznesni qanday miqyosda barpo etish ma'qulligi borasida taxminiy xulosa qilsa bo'ladi. Mana shu 8 savolning hammasiga javob berganingizdan so'ng yana 3 ta muhim qadam qo'yishingiz kerak. 2-qadam. Biznesning eng mos turini aniqlang. Masalan, dehqonchilik. Unga sabzavotchilik, bog'dorchilik, gulchilik, uzumchilik kiradi. Chorvachilik. U quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi: qoramolchilik, qo'ychilik, parrandachilik, baliqchilik, asalarichilik va boshqalar. 3-qadam. Faoliyatning asosiy yo'nalishini tanlang. Ishlab chiqarish, qayta ishlash, logistika, savdo yoki xizmat turlaridan biri. Ular orasidan birini tanlasa bo'ladi. Ammo ideal holatda hech bo'lmaganda minimal zanjirni barpo etish va qo'shilgan qiymatni ta'minlash kerak. O'zingiz ishlab chiqardingiz, o'zingiz qayta ishladingiz, o'zingiz qadoqladingiz, o'zingiz sotuv nuqtalariga yetkazib berdingiz. Shuningdek, siz birovning ishlab chiqarish zanjirining bir qismiga aylanishingiz mumkin. Boshqa ishlab chiqaruvchilarga qadoqlash yoki yetkazib berish xizmatlarini taklif qilasiz. 4-qadam. Faoliyatingizning tashkiliy huquqiy shaklini aniqlab oling va rasmiy ro'yxatdan o'ting. Yodda tuting, davlat ro'yxatidan o'tish tadbirkorlik faoliyatining muhim huquqiy sharti hisoblanadi. Kichik va o'rta biznes subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni nisbatan sodda. Qanday soliqlarni to'lash kerakligi, qancha odamni yollash mumkinligi, qanday shartlarda kredit yoki imtiyoz olishingiz, eksport faoliyati bilan shug'ullanishingiz, sifat sertifikatlarini olishingiz va boshqa ko'p narsalar siz tanlagan faoliyat shakliga bog'liq bo'lishini bilish muhim. Xo'sh, agrobiznes uchun ro'yxatdan o'tkazishning qaysi shaklini tanlagan ma'qul? O'zini o'zi band qilgan,
yakka tartibdagi tadbirkor, xususiy korxona, oilaviy korxona, mas'uliyati cheklangan jamiyat, qishloq xo'jaligi kooperativi. Agar eng soddalashtirilgan soliq va hisobot tizimini xohlasangiz, unda o'zini o'zi band qilish yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik shaklini ko'rib chiqqan afzal. Ammo bunda ruxsat etilgan faoliyat turlarining qat'iy tartibga solingan ro'yxati bilan cheklanishingizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari siz xodimlarni yollay olmaysiz. Xususiy korxona, oilaviy korxona va MCJ tashkilotlarning ushbu shakllari har qanday qonuniy faoliyat turi bilan shug'ullanish va xodimlarni yollash imkonini beradi. Lekin siz buxgalteriya hisobini yuritish, bir necha turdagi soliqlarni to'lash va har oyda soliq inspeksiyasiga hisobot topshirishga majbur bo'lasiz. Sheriklarsiz biznes yuritishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, xususiy korxona ochasiz. Oilaviy korxona sizga mulkdorlar guruhi sifatida, lekin begonalarsiz ishlash imkonini beradi. Agar avval boshdanoq biznesni keng ko'lamli yuritish, boshqa ta'sischilarni jalb qilish va ko'plab xodimlarni yollashni ko'zlagan bo'lsangiz, MCJ formatiga e'tibor qaratish lozim. Qishloq xo'jaligi kooperativi fuqarolarning ixtiyoriy birlashmasidir. Jismoniy shaxslar ham, yuridik shaxslar ham uning ishtirokchilari bo'la oladi. A'zolar qo'shgan hissalariga yarasha daromad oladilar. Kooperativ ixtiyoridagi mol-mulk uning barcha a'zolari ulushiga bo'linadi. Agrokooperativlar doirasida a'zolar o'rtasida vazifalarni taqsimlash orqali ishlab chiqarishning to'liq siklini tashkil etish qulay. Kooperativga tor ixtisoslikdagi yollanma ishchilarni ham ish haqiga jalb qilish mumkin. Masalan, marketing, mijozlar bazasini kengaytirish, eksportga chiqish uchun mas'ul bo'lgan xodimlarni. Albatta, kooperativ a'zolari orasida bunday ko'nikmaga ega o'z mutaxassislar bo'lmasa, ehtimol yakuniy qaror qabul qilish uchun sizga mutaxassis maslahati kerak bo'lar. Bemalol davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular butun O'zbekiston bo'ylab faoliyat yuritadi. Barcha kerakli hujjatlarni taqdim etib, biznesni shu yerning o'zidayoq ro'yxatdan o'tkazsangiz bo'ladi. Shuningdek, hujjatlarni elektron shaklda ilova qilgan holda yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida onlayn ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Portal orqali ro'yxatdan o'tish uchun davlat xizmatlari markazida elektron raqamli imzo (ERI) olish zarur. Endi qahramonlarimizga qaytamiz. Agrobek dastlabki ma'lumotlarni tahlil qilib, biznes bilan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida shug'ullanishga qaror qildi va Agrobek YTTni ro'yxatdan o'tkazdi. Mahsulotxon yosh bolalari bo'lgani uchun uydan turib, biznes bilan shug'ullanmoqchi edi va o'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tdi. Ammo keyinroq tajriba to'plab olganidan keyin u oilaviy korxona ochmoqchi, ya'ni qarindoshlari bilan birga. Hududboyni o'z qishlog'idagi qo'shnilari biznesga jalb qilishdi. Ular birgalikda Boy hudud qishloq xo'jalik kooperativini ro'yxatdan o'tkazishdi. Majburiyatlarni va daromadni o'zaro taqsimlaydigan bo'lishdi. Davomini navbatdagi qismlarda tomosha qiling.